internet platformalari portlayapti kechagi dahshatli super comebackdan keyin. Messi yana hammani yig'latib, endi bitta gap ushib olishdi, musulmon tomonidan turmaysanmi? Misr terma jamoasi musulmon komandasi. Ancha Portugaliya muxlislari 99% o'zbeklari musulmon bo'lgan, O'zbekistonga qarshi o'ynaganda qattiq edi shular. Endi Ronaldo chiqib ketgandan keyin birdaniga Misr muxlislar ko'payib ketdi-da. Aksari vaholanki bilishmaydi Misr qayerda joylashgan, qaysi qit'ada, aholisi qanaqa. Faqat Misr musulmon, Misr arab degan narsani ushlab olishgan. Qanchalik ular dinni tutadi? Og'aynilar, bu futbol. Futbolni kuchli yutadi. Agar yakka kurash bo'lsa, jang san'ati bo'lsa, biz Habib Nurmagomedov, Islom Maxachi tomonda turganmiz har doim. Hamza Chimayev yutsin deganmiz. Har doim McGregor, Poirier, Tapuriyalarga qarshi janglarda to'liq Xudodan so'rab duo qilganmiz, yutsin deb. Bu yerda ahamiyati bor jangda. Lekin futbol bu go'zal sport san'ati bo'lgani uchun, sport turi, futbol san'ati bo'lgani uchun uni olib qarasangiz, shuni yutish kerak edi. Yutib ketganbek qilib, har xil bahona ushab olib, musulmon davlati edi deb. Agar shunday oladigan bo'lsak, Misr Falastin bolalarini bombardimon qilganda qayerda edi? Men o'zim Misrga Sharm el-Shayxga borganda ko'rganman devorini, chegarasini, o'sha shaharda joylashgan, Sharm el-Shayxda. Katta devor bilan to'silgan. Falastin genotsidi, bolalarni qirg'in qilganda Misr qayerda edi? 70 mingga yaqin bolalar o'lib ketdi. Agar sportni bu yoq tomonga aralashtirsangiz, siyosatga yaxshi emas bu narsa. Shunchaki o'yinni ko'rish kerak, ajoyib lahzalarni vaqt 39 yoshda taqdim etayotgan sionist uni har xil tuhmatlar bilan yomonlab, u borib ushlagan yahudiy toshini, mamlakati nasroniy nima qilsin endi? U musulmon emas, uni to'g'ri qabul qilish kerak. Messi qirg'in qilyaptimikan? Messini pul ehson qilgan. Messi Falastin bolalariga ham ehson qilgan.